Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, qadrli talabalar. Faoliyatim taqozosi bilan Termiz davlat universiteti hayotida ro'y berayotgan yangiliklar, voqeliklarni Telegram kanaliga, ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirib borish asosiy vazifam hisoblanadi. E'tirof etish kerakki, bu jarayonda talabalarimiz tomonidan erishilayotgan yutuqlar katta davralarda ham e'tirof etilyapti. Mana shu yutuq va muvaffaqiyatlarni tahlil etish maqsadida bugun sport faoliyati dekani Ilyos aka Hasanovni studiyamizga taklif etdik. Yaqindagina o'sha talabalarimiz tomonidan Vazir Kubogi musobaqasida qo'lga kiritilgan yutuq bu o'sha rektorimizni ham ilhomlantirdi va alohida o'zlari o'sha talabalar bilan ko'rishib minnatdorchiliklarni bildirishdi. Bu yaqin kunlarda erishilgan natijalarimiz, lekin undan oldin ham salmoqli natijalar qayd etildi. Aynan bu natijalar ortida turgan mashaqqatlar, mehnatlar nimalardan iborat va qo'lga kiritilgan muvaffaqiyatlarimizni oldingi yillar bilan taqqoslaganda qanday natijalar qayd etilyapti? Shular haqida to'xtalib o'tsangiz. Avvalambor assalomu alaykum. Darhaqiqat bu yilgi sport sohasidagi umuman vohamizdagi navqiron bo'lgan Termiz davlat universitetida o'qiyotgan talabalarimizning erishayotgan yutuqlari e'tirofga loyiq natijalar bo'ldi. Bu yil ochiqroq aytadigan bo'lsak 2025-yil sport sohasida Termiz davlat universiteti uchun bir xayrli, omadli yil bo'lib boshlandi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Sababi yilning boshlanishida ilk kunlarda Qoraqalpog'iston Respublikasida bo'lib o'tgan Universiada sport o'yinlarida gandbol sport turi bo'yicha Termiz davlat universiteti talabalari tomonidan faxrli ikkinchi o'rin qo'lga kiritildi. Bu ikkinchi o'rin bo'lsa-da, tarix sahifamizda yangi sport o'yinlaridan ilk kumush medal edi. Oradan biroz vaqt o'tishi bilan Universiada, talabalar ligasi, 5 tashabbus sport musobaqalariga respublika final bosqichiga start berildi. Bu start berilishi bilan birgalikda deyarli hududiy bosqichlarda hududimiz mana Surxondaryo viloyatida mavjud bo'lgan 6 ta oliy ta'lim muassasalari talaba yoshlari o'rtasida o'tgan sport turlari bo'yicha musobaqalarda ko'pgina turlaridan Termiz davlat universiteti talabalarining qo'llari baland kelishdi. Va shu bilan birgalikda katta mas'uliyat yukladi bu, ya'ni Surxondaryo degan, Termiz davlat universiteti degan nomni munosib himoya qilish vazifasi ham yuklatildi talabalarimizga. Buni munosib himoya qilish uchun talabalarimiz o'sha sport musobaqalarida Surxondaryo sharafini munosib himoya qilish uchun tinimsiz mehnatlar olib borildi. Bu ijtimoiy tarmoqlarda, kanallarda doimo o'zingiz tomoningizdan yoritib borilganligidan ham talabalarimiz, ustozlarimiz ko'rib guvoh bo'lishgan. Mashg'ulotlar jarayonida kuchli professor o'qituvchilarimiz, tajribali murabbiylar jalb qilinishi o'zini salmoqli natijasini berdi. Bu natijaga albatta hurmatli rektorimiz tomonidan, universitetimiz rahbariyati tomonidan yaratib berilgan shart-sharoitlarni e'tirof etmay bo'lmaydi albatta. Sababi universitetimizni kecha va bugun bilan sport sohasidagi yaratib berilgan sharoitlarni har qanday inson ko'rsa bir zavqlanadigan holatga keldi. Bu bilan viloyatimizda markaziy o'sha shaharda, Termiz shahrida hozirgi kunda sportni bir majmuasi deymizmi, kampus hosil bo'ldi. Rezina qoplamalar qilinishi stadionga ilk marotaba o'sha rezina qoplamalar qilib boshlaganda natijasi mana yil 6 oylik natijaga ko'ra universitetda eng ko'p medal keltirgan sport turi yengil atletika sport turi bo'ldi. Qisqa 5 oy ichida talabalarimiz tomonidan respublika va xalqaro musobaqalardan 48 ta medal kirdi. Faqat yengil atletikani o'zida. Endi men so'zim avvalida o'sha gandbol sport turidan Universiada sport o'yinlarini kumush medalni olib kelgan bo'lsak, keyingi talabalar ligasi va Universiadada jami 9 ta sport turidan sport musobaqalari tashkil etib kelinayotgan bo'lsa, uni 5 ta turidan umumjamoa hisobida Termiz davlat universiteti g'oliblik shohsifasiga, sovrindorlik shohsifasiga ko'tarildi. Bular o'sha Universiadada gandbol sport turidan umumjamoa hisobida 2-o'rinda olishimiz.
kurash sport turidan Xorazm viloyatida, endi Xorazm ham har holda pahlavonlar yurti, Pahlavon Mahmudni tarbiya qilgan yurtda borib ham Surxon polvonlari Alplar yurti ekanligini isbotlab umjamoa hisobida kurashda birinchi o'rinni qo'lga kiritdi. Undan keyin o'zimizda Termiz shahrimiz mezbonlik qilgan Talabalar Ligasi sport musobaqasida gandbolchilarimiz bu tarixning yangi sahifasini ochib Termiz davlat universiteti sport o'yinlarida oltin medalni qo'lga kiritdi. Judo sport turidan respublika Universiada sport o'yinlarining final bosqichida polvonlarimiz 7 ta vaznda 7 tasida ham medal olib umjamoa hisobida ikkinchi o'rinni qo'lga kiritsa-da, bu quvonarli hol edi. 2025-yilning 18-20 iyul kunlari O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya universitetida, ya'ni Toshkent viloyatida O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya universiteti mezbonlik qildi. Bunda siz bergan savolda, ya'ni kurash sport turidan ikkinchi marotaba tashkil etilayotgan Vazir Kubogi sport musobaqasiga start berildi. Unda polvonlarimiz Surxondaryo viloyatini, qolaversa universitetimiz sharafini himoya qilish uchun bel bog'lab gilamga tushdi. 5 ta vazn toifasida Vazir Kubogi uchun kurash musobaqasi bo'lib o'tdi. Uni 3 ta vaznda, ya'ni 60, 81 hamda mutlaq vazn toifasida barcha raqiblarini dog'da qoldirib Termiz davlat universitetining talabalarini qo'li baland keldi. Qolgan 2 ta vazn toifasida ham final uchrashuvgacha raqiblarni yutib borishdi. Umumjamoa hisobida Termiz davlat universiteti talabalarining qo'li g'olib kelib, Vazirimiz Kubogini mutlaq g'olibi, ya'ni 3 ta oltin medalni qo'lga kiritib kelishi albatta rektorimizni, shu sport sevar rahbarimizni quvontirishiga bir turtki bo'ldi. Yillar davomida pedagogik yo'nalishda mutaxassislar tayyorlangan universitet bugun katta bir maydonda, katta bir gilamda o'zini ko'z-ko'z eta oladigan darajaga ko'tarilgani bu biz sharaf bilan urg'ulaydigan jihat bo'ldi. Albatta Oybek aka, bu eng avvalo bu yuqori natijalarni qo'lga kiritishimiz shaffof qabul natijasi deb o'ylayman. Hurmatli rektorimiz birinchi rektorlik vaqtlarida ham vazir bo'lib ketishlaridan avval, hozirgi kunda ham kelganlarida sof, halol o'sha ijodiy imtihonlarni tashkil etishni butun respublikamizga bong chalib, adolat bilan, shaffoflik bilan tashkil etish natijasida yaxshi sportchilarni tanlab olish imkoniyatiga ega bo'ldik. Rost O'zbekiston Olimpiya terma jamoasini, O'zbekiston milliy terma jamoasini ko'p sportchilar bilan ta'minlab beradigan, yetkazib tarbiyalab beradigan, O'zbekistonda tengsiz sport sohasidagi o'sha O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya universiteti bilan deyarli barcha sohada yarim final, final uchrashuvlargacha Termiz davlat universitetini chiqib borayotganligini tahlil qilayotgan soha mutaxassislarimiz, o'zimizning o'rtoqlarimiz, hamkasblarimiz telefon qilishib, endi ochiqroq Surxondaryo tilida aytganda bu polvonlar yurti boshqa sport turlarini ham juda cho'qqisiga olib chiqayotganligidan e'tirof etib, olqishlayotganliklarini guvohi bo'lyapmiz. Bu bilan biz hali yoki kibrlanib yoki bir boshqa qilmoqchi emas, biz hali oldimizga jamoamiz bilan universitetimizga yaratilgan bu sharoitlarga labbay deb javob beradigan Alplar yurtidan biz oldimizga Los Anjelesni qo'yganmiz. Shunga yaxshi sportchilar, mamlakatimiz terma jamoasini tarkibiga Termiz davlat universitetidan talabalar borishligini o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Ana unda biz maqsadimizga erishdik deya olamiz. Yuqorida moddiy texnik baza yaratilganligini aytdingiz. Bundan tashqari, hurmatli rektorimiz tomonidan akademik salohiyatni o'stirish borasida ham tizimli islohotlar amalga oshiryapti. Buning natijasida siz Xitoyda bo'ldingiz. Hurmatli rektorimiz tomonidan Xitoy davlatiga safar qilishimiz, ya'ni Tianjin sport universitetiga borishimiz belgilandi. 2025-yilning 10-15 iyun kunlari Xitoy davlatidagi, bilasizmi Oybek aka, bitta narsani ochiq aytish kerak ekanki, Xitoydagi o'sha Tianjin sport universiteti g'arb va sharq davlatlarini sport sohasini
bir-biriga bog'laydigan, tajriba almashishda o'zini ko'prik vazifasini bajaradigan akademiya ekan. Sport akademiyasi ekan. U yerda o'sha 2008-yil barcha sport ixlosmandlari biladi, Olimpiya sport o'yinlari bo'lib o'tgan. O'sha 2008-yil Pekin olimpiadasida mezbonlik qilgan olimpiada maydonlari, Olimpiya shaharchasi va hamda Tianjinda bilasizmi, u akademiyada Xitoy terma jamoasi olimpiada uchun tayyorgarlik ko'radigan maskan ekan. Baza ekan, baza ekan, sport bazasi ekan. Albatta u faqatgina jismoniy mehnat bilan sportda yuqori natijalarga erishib bo'lmaydi. Bunda ilmiy asoslangan nazariy ilmlar albatta buni tagida hamohang birgalikda bo'lmasa natija qilish og'ir. Shuning uchun ham biz u yerga borganda eng ko'z quvonardigan holatlarimiz shu bo'ldiki, Xitoydagi o'sha Tianjin sport universiteti, ya'ni sport turlariga ixtisoslashgan akademiyani mutaxassislari bilan, sohasini yetuk mutaxassislari bilan uchrashganimizda ularning insoniy iliq munosabatida shak shubha yo'q. Juda samimiy munosabatlari a'lo. Ammo psixologik jarayon shunday kechdiki, ular to biz o'zimizni nimalarga qodir ekanligimizni ko'rsatmaguncha ular qanaqadir bir oramizda bir parda bor edi. Parda qanaqa? Biz Xitoy davlati sport bo'yicha Olimpiya sport o'yinlarining deyarli barchasida bir marta, ikki marta agar AQSh bilan almashmasa doimiy yetakchi davlat. Biz bu sohada bu ko'rsatkichlarni ko'rsatganmiz. Sizchi deyishi mumkin qabilida nazarda edi ular. Biz borib o'zimizda amaliy ko'nikmalarimizni, ya'ni sportdagi o'sha kurash sir asrorlarini etnosport, milliy sportimizni e'tirof etib, tushuntirib, bu sport turini ommalashtirish, o'zbek milliy sport turini ommalashtirish Xitoyda bugungi kunda dunyoda barcha sport turlaridan yetakchi bo'lsa-da, boks va dzyudo turlari bo'yicha hali bizni ko'rsatgan natijalarimizni ba'zilarini ko'rsatishga hali ulgurishmagan joylari ham bor. Shuni dzyudo sport turingiz uchun bir tayanch bo'ladigan tur ekanligini ko'rsatib, o'sha usullarini bajarib, master klass darajasida bajarib ko'rsatib berganimdan keyin ulardagi munosabat bizga nisbatan yanada yaqinlashdi. Malaka oshirish jarayonida o'rganishimiz kerak bo'lgan qaysi jihatlar o'rgandingiz yoki bugun amaliyotga tatbiq etish haqida o'ylayapsiz? Bilasizmi, Oybek aka, menga ularni eng birinchi yoqtirgan tomonim shu bo'ldiki, ularni nafaqat sportida, balki hayotida qanaqadir psixologik tayyorgarlik darajasi yuqori ekanligini his qildim. Ko'chada yurgan, o'sha sport shaharchasida yurganimda, albatta sport shaharchasiga yurganingizdan keyin siz bilan ro'baro keladigan hamrohingiz yoki ko'chadan sizga to'g'ri kelayotgan shaxslar yoki olaylik fuqarolar barchasi sportchilarda ular. Men biror bir o'sha joydagi sportchilarni psixologiyasida tushkun kayfiyat ko'rmadim. Buni muloqotlar davomida o'sha ilmiy prorektori bilan kelishuvlar imzolash vaqtida yana o'zlari men sekin dunyoda sizlar yetakchisizlar, dunyoga ommalashtirish kerak bo'lgan sizlarni qanaqadir bir metodlaringizni almashish uchun keldik deb so'rab olganimda o'zlari aytib qo'yishdilar. Bizda faqatgina sportchilar emas, xalqimiz orasida ham insonlar kayfiyatini ko'taradigan etnosport psixologik yo'nalishlarimiz bor dedi. Ulardan o'sha sport psixologiyasiga oid inson ongini, hayotga bo'lgan qiziqishini orttiradigan, sportda yuqori natijalar ko'rsatishga asosan xotirjamlik yoki olaylik o'sha dildagi o'zidagi narsa, ishonch bo'lgan narsalarni kayfiyat bilan bog'lib qilinadigan narsalardagi tajribalarini o'zimizga tatbiq etish, ommalashtirish niyatida ekanligimni aytdim. Xitoy davlatida bo'lgan talabalarimiz bilan suhbatlashganimizda ham ular ham mana shu jihatni e'tirof etishgan. Qaysiki? Ularda sog'lom turmush tarziga alohida e'tibor qaratilar ekan. Albatta. Ertalab tongi badan tarbiyaga juda katta
massiviy kirishlar ekan degan gaplarni talabalarimiz ham e'tirof etishgan edi. Hozir bu jihatni siz ham e'tirof etyapsiz. Turli yoshdagilar bir gimnastikaga yaqin bo'lgan, o'zlarini milliy musiqasi qo'yilgan holatda xuddi yoga singari mashq bajarayotgan edi. Shunaqangi ko'pchilikki u bir chetda bir 20 ta ayol, yana bir chetda bir 30 ta ayol, qizlar, bolalar, hammasi yuzida tabassum, hammasi o'sha milliy kuyidan qaysi kuy kelganda qaysi harakatni bajarishigacha ularga yod bo'lib ketdi. U yerda men ortiqcha vazn, gipodinamiyaning guvohi bo'lmadim. Ertalabki badan tarbiya jarayonlari haqida gapirganingizda rektorimiz tashabbusi bilan 21 kun davomida takrorlangan jarayon odatga aylanadi deb ertalabki badan tarbiya mashg'ulotlari tashkil etilgan edi. Haqiqatan ham hozirda ham o'sha 21 kun davomida ertalabki badan tarbiya mashg'ulotlarida ishtirok etib, bugunda ham davom ettirayotgan yigitimiz Behruz odatga aylantirgan rostakamiga. Shunaki, mana bizlarga sog'lom turmush tarzini qaror toptirishga qaratilgan islohotlar bizlarda ham bo'y ko'rsatyapti. Yuqorida o'sha erishilayotgan muvaffaqiyatlarda moddiy texnik bazaning yaratilganligi haqida gapirdik va birgina sportning kurash turi yoki dzyudo turidan emas, fakultetda futbol yo'nalishi bo'yicha ham yaxshigina qadamlar tashlanayotganligini, aynan vohadoshimiz O'zbekiston milliy terma jamoasi sardori Eldor Shomurodovning universitetimizga kelishi, o'sha master klasslar o'tkazish bo'yicha o'z rejalari bilan o'rtoqlashishi, hurmatli rektorimiz bilan ko'rishishi. Bu degani fakultetda sportning boshqa yo'nalishlarida ham yaxshigina sportchilarni tayyorlash bo'yicha amaliy harakatlar olib borilyapti. Albatta, bugungi kunda Termiz davlat universitetida Oybek aka 14 ta sport turi bo'yicha yo'nalishlar ochilgan. 14 ta sport turi bo'yicha, 14 sport turi bo'yicha ta'lim yo'nalishlari ochilganligi bu O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya universitetiga o'zidan Termiz davlat universiteti ba'zi bir sport turlarida qo'shib ta'qib qilayotganligini bu isboti, amaliy ifodasi. Sababki hali 2 yil, ya'ni 2 ta kurs mavjud bizda: futbol, voleybol, basketbol, kurash, dzyudo, 14 ta boks yo'nalish, barcha yo'nalishlarda hurmatli rektorimizni bizni bergan takliflarimizni qo'llab-quvvatlashi va bu ta'lim yo'nalishlarini ochilishiga ruxsat olib berib ochganliklarini bu natijasi. Bu yo'nalishlar ochilganligi, bu yuqori natijalar ko'rsatilayotganligi, misol olaylik, voleybolda ham yuqori natijalarimiz, gandbolda ham, xuddi siz aytgan singari futbolda ham bugungi kunda Termiz davlat universitetini tasarrufida o'sha Qiziriq birinchi liga komandasini tashkil etilganligi, qolaversa Surxon terma jamoasi tarkibida ham bizning eng iste'dodli yosh 2-kurs talabalarimiz Asilbek Jumayev, Abdug'ofir Haydarovlarning to'p surayotganligi, qolaversa kuni kecha universitetimizga tashrif buyurgan o'sha O'zbekiston milliy terma jamoamiz sardori, Italiyaning Roma klubining hujumchisi Eldor Shomurodov universitetda tashrif buyurganligi, futbolchilarimizga, talaba yoshlarimizga master klass o'tib bermoqchiligi va futbol akademiyasini Surxondaryoda Shomurodov futbol akademiyasini tashkil etilganligi va bizni bitirgan bitiruvchilarimiz bilan o'sha joyda memorandum tuzilib, hakamlik, murabbiylik sertifikatlarini universitet diplomi bilan birgalikda olishga, o'sha memorandum imzolashga tayyor ekanligini kelib domlaga aytganligi bizni sportimiz Surxondaryoda futbolni universitetda yangi bir bosqichi ochildi desam ham mubolag'a bo'lmaydi. Ilyos aka, yuqoridagi suhbatlar asnosida aytiladiki, ta'limga sarflangan sarmoya eng daromadli sarmoya deyiladi. Bugun o'sha muhtaram yurtboshimiz tomonidan, qolaversa universitetimiz rektori Abduqodir Hamidovich tomonidan taklif va tashabbuslarning qo'llab-quvvatlanishi
uzoq emas, qisqa muddatda o'z samarasini ko'rsatyapti. Bu hali 6 oylik natijalar bilan shunchalik faxrlanib suhbatlashyapmiz, e'tirof etilyapti. Bu natijalar bardavom bo'lsin. Rahmat. Bek aka. Yana bir bor ta'kidlayman, o'sha natijalar ortida ustoz murabbiylarning kattagina mehnatlari bor. Bu jihatni o'sha kurashchilarimiz bilan uchrashgan rektorimiz ham e'tirof etdilar. Sportchilarni tarbiyalashda, ruhan, jismonan tarbiyalashda murabbiylarning mehnatlari katta. Bu siz boshchilik fakultet murabbiylarining ham kattagina mehnatlari bor, jamoani. Men shu o'rinda ana shu jamoaga, o'sha fakultetda tahsil olayotgan talabalarga sog'lik tilayman, omad tilayman va yutuqlar bardavom bo'lsin. Rahmat. Charchamang, salomat bo'ling. Samimiy suhbat uchun, keltirilgan qimmatli ma'lumotlar uchun sizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Sportdagi erishilayotgan yutuqlar, ko'rsatilayotgan natijalar albatta avvalo yurtboshimiz tomonidan shu jamiyatimiz, davlatimiz tinchligi, barqarorligi, qolaversa universitet talabalari uchun jonkuyar, har kuni ertalab badan tarbiyaga o'zi kelib barchamizga bosh bo'lib turib sportga senga nima zamonaviy jihoz kerak deb har kun mendan so'rab turgan avvalo rahbariyatimizga, rektorimizga, butun jamoam nomidan o'sha ko'p sonli Surxon orini olib kelishga shaylangan sportchilar nomidan rahmat aytaman. Cheksiz minnatdorchilik bildiraman. Sababi shu kuni kecha hattoki Xitoyga borishimizda ham bugun dunyo eng yetuk sportchilari nima sport anjom jihozlarida shug'ullanayotgan bo'lsa, meni farzandlarim, meni talabalarim o'shanda shug'ullanish kerak. Shu jihozlarni ko'rib, shunga buyurtma kelganlaringdan keyin buyurtma berasizlar. Termiz davlat universitetida mavjud bo'lgan sport inshootlarini o'sha Xitoy tajribasidagidek jihozlash taklifini menga olib kirasizlar deb alohida topshiriq bergan edilar. Albatta biz bundan keyin bu bilan albatta boshqacha ruhlanmaymiz, yaxshilikda ruhlanamiz. Endi nima deydi, kibrlanib ketmaymiz degan ma'noda. Yoshlarimizni butun jamoa bilan yaxshi tarbiyalab, O'zbekistondagi eng yetuk murabbiylarni universitetimizga jalb qilib, shu bizni bitirayotgan kadrlarimizni raqobatbardosh muhitga mos kadrlar qilib tarbiyalab, universiada, talaba liga, O'zbekiston chempionati, qolaversa olimpiada sport o'yinlariga terduvdan Termiz davlat universitetining yosh sportchilaridan tayyorlab berishga chin yurakdan xizmat qilamiz. Berilgan salomga alik olish farz bo'lib qolgandek, siz yuqoridagi gaplaringiz asosida aytyapman, universitet rektori tomonidan shunday qo'llab-quvvatlash evaziga muvaffaqiyat bilan javob berish xuddi sizlarni zimmalaringizdagi mas'uliyat ham qarz ham farzdek bo'lib qolyapti. Albatta. Shunaqa.